Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi YouTube podkastimizga xush kelibsizlar. Bugungi mehmonimiz tibbiyot fanlari nomzodi Dilorom Qamarovna Inject Medical klinikamizda faoliyat olib bormoqdalar. Glomerulonefrit nefropatiyalar haqida qisqacha ma'lumot bermoqchimiz. Dilorom opa, YouTube podkastimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Birinchi savolim, o'tkir surunkali glomerulonefrit sabablari qanaqa klinika beradi? Odatda remissiya payti yoki bemorlar bilishmaydi, ularda glomerulonefrit ketyapti. O'tkirni o'sha inkubasiyon davri deymizmi, boshqa o'sha simptomlar kam beradi, o'tkazib yuborishadi va oxirida hattoki buyraklarda o'sha kreatin mochevina oshib ketgan, dializ holatigacha yetib borgandagina murojaat qilishadi. Shuning uchun erta simptomlari, ularga nima ko'proq olib keladi va keyinchalik buni qanaqa davolash metodikasi haqida qisqacha gaplashamiz. Shuni glomerulonefritni kelib chiqish sabablarini, qanaqa erta simptomlari borligini bir qisqacha yoritib bersangiz. Assalomu alaykum. Buyrak kasalliklarini umuman olganda yig'ma tushuncha qilib nefropatiya deb atashadi. Nefropatiyalarga buyrak kasalliklari va ularning parenximasi va filtratsiyasi buzilganligi namoyon bo'ladi. Bunda turli xil sabablar va turli xil buyrak kasalliklari sabab bo'lishi mumkin. Bu bo'lishi mumkin glomerulonefrit, bu bo'lishi mumkin diabetik nefropatiya, bo'lishi mumkin homiladorlar nefropatiyasi, dismetabolik nefropatiyalar bo'lishi mumkin va toksik nefropatiyalar bo'lishi mumkin. Demak, bularning umumiy xarakteristikasiga kelganimizda, demak, buyrakning filtratsion va ekskretsiya funksiyasi buziladi. Buning natijasida organizmda turli xil jarayonlar, ya'ni oqsil chiqib ketishi natijasida oqsil kamligi natijasida shishlar paydo bo'lishi mumkin. Filtratsiya buzilganligi natijasida sidik rangi o'zgarishi mumkin va qon bosimi oshishi mumkin. Mana shu belgilarning barchasi glomerulonefritda ham kuzatilishi mumkin. Glomerulonefrit bu kasalliklar orasida eng yomon sifatli kasallik bo'lib hisoblanadi va nogironlikka olib kelishi mumkin. Glomerulonefritning sabablari turli xil. Bu bo'lishi mumkin virus infeksiyalar, bakterial infeksiyalar bo'lishi mumkin va toksik, ya'ni turli xil dori vositalar natijasida yoki vaksinalar ishlatish natijasida ham yuzaga kelishi mumkin. Bunda ayniqsa buyrakdagi ko'ptokchalar tomirlarining devorlari zararlanadi. Bu kasallikning oldini olish maqsadida albatta doimo biz e'tibor berishimiz kerak. Masalan, ertalabki shishlar bormi, yo'qmi? Yuzda, qovoqlarda, qo'llarda, ya'ni tananing yuqori qismlarida shishlar paydo bo'lishi mumkin. Siydikning rangi o'zgarishi mumkin. Siydik rangi to'q qizil bo'lishi mumkin, go'sht yuvindisi rangida bo'lishi mumkin yoki hattoki to'q qo'ng'ir rangda, to есть бурый rang deyiladi o'rischada. Demak, shunday qo'ng'ir rangda ham bo'lishi mumkin. Bu o'tkir kasallikning bir belgisi bo'lib hisoblanadi. Endi surunkali bo'lsa, surunkali buyrak yetishmovchiligiga olib kelsa agar glomerulonefrit, unda уже siydikning rangi oqarib, uning zichligi kamayib, suvday bo'lib qoladi, oppoq suvday bo'lib qoladi. Shishlar doimo bo'ladi va qon bosimi oshishi mumkin. Shuning uchun biz mana shu 3 ta narsaga albatta e'tibor berishimiz kerak. Albatta sog'lom turmush tarzini olib borishimiz kerak. Toksik nefropatiyalarda masalan ko'pincha vrachlar nazoratisiz har xil dorilarni ishlatish
Bu ibuprofen bo'lishi mumkin, diklofenak, kupen kabi yallig'lanishga qarshi, og'riqlarga qarshi dorilarni ko'p iste'mol qilgandan paydo bo'lishi mumkin. Toksik nefropatiyalar alkogolizmda yoki narkomaniyada ham bo'lishi mumkin. Va ishlab professionalная вредность deymiz. Bunda simob yoki qo'rg'oshin og'ir metallar kontakt natijasida ham yuzaga kelishi mumkin. Metabolik nefropatiyalar bular asosan semizlikda bo'ladi, qandli diabetdan oldingi holat, preddiabet holatida metabolik sindromda bo'lishi mumkin va bunda tuzlar almashinuvi, metabolizm buzilishi mumkin. Siydigida masalan mochevая kislota yoki oksalatlar, uratlar ko'p miqdorda paydo bo'lishi mumkin. Masalan, podagra kasalliklarida ham bo'lishi mumkin. Nefropatiyalar sabablari ko'p demoqchisiz. Sabablari juda ham ko'p. Homiladorlarda ham, ayniqsa qizlik davrida davolanmagan, e'tibor bermagan buyrak kasalliklari o'zini homiladorlik vaqtida namoyon qilishi mumkin, yuzaga kelishi mumkin buyrak kasalligi. Shuning uchun juda ham biz e'tiborli bo'lishimiz kerak bu masalada. Avvalambor davolashda biz birinchi navbatda sog'lom turmush tarziga e'tibor beramiz. Shuning uchun parhez bu yerda juda ham muhim bo'lib hisoblanadi. Bu yerda oqsil nimalarni, ovqat mahsulotlarini kamroq iste'mol qilish, tuzsiz ovqatlarni iste'mol qilish, har xil achchiq, yog'li ovqatlarni kamroq iste'mol qilish maqsadga muvofiqdir. Diyeta birinchi navbatda bu diyeta. Keyin standartlarga kelganda albatta yallig'lanishga qarshi vositalar, gormonlar ishlatiladi. Bular vaqtinchalik yaxshi effekt berishi mumkin, keyinchalik esa asta-sekinlik bilan qonda qon miqdorini ko'paytirishi, bosimning oshishi va turli xil tomirlarning intimasining buzilishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni hattoki suyaklar murtligiga olib kelishi mumkin gormonlar bilan davolashning asoratlari sifatida. Tushunarli. Tushunarli. Bu kasalliklarda ham biz Inject Medical ko'p tarmoqli klinikamizda hujayra darajasida davolayapmiz. Boya Dilorom Kamarovna aytganidek traditsion va hujayra metodikasida. Bunda glukokortikoidlarni etap-etap biz pasaytirib, bemorda o'sha kreatinin, mochevina va boshqa buyrakdagi bioximik ko'rsatkichlarni normalga keltirishga yordam beramiz. Albatta bu uzoq vaqt talab qiladi. Bir nechta kursdan so'ng bemorlarimiz samarali natija olishyapti. Agarda sizda yoki yaqinlaringizda shunga o'xshash kasalliklar kuzatilayotgan bo'lsa, bemalol yuqoridagi pastda ko'rsatilgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib ma'lumot so'rashlaringiz mumkin. Biz sizga batafsil yanada ma'lumot beramiz. Inject Medical klinikamizning manzili Toshkent shahri, Yunusobod tumani Nurziyo 42 da joylashgan. Shunga o'xshash foydali ma'lumotlarni yana ko'rib borishingiz uchun keyingi YouTube podkastlarimizni tomosha qilishingiz mumkin. Dilorom Kamarovna, sizga katta rahmat jonli muloqot uchun. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr. Rahmat.